Assalamu alaikum savoqdoshlar. Usulul fiqh darsimizning ikkinchi darsiga xush keldinglar. Biz bugun usulul fiqh darsimizninki ikkinchi darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda usulul fiqhninki nima ekanligi, lug'at jihatdagi va istilohiy jihatdagi tunishtirishlarni tunishib chiqaydik. Endi biz bugungi darsimizda usulul fiqhninki rasmiy temalariga kiramiz. Unda o'zi biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-ahkam. Endi usulul fiqh hüküm haqqida to'xtalg'achqa oldi bilan hüküm degan nima, hüküm qancha qismga bo'linadi, bu haqda to'xtalishga to'g'ri keladi. Endi ahkam degan nima? Biz oldi bilan bir ig'zoki shaklda tushunib o'tib o'taylik. Ahkam degan hükümlar degan gap. Ya'ni bu hükümning nimasi ko'pligi. Hüküm degan nima? Uyg'ur tilidagi hüküm shu. Hüküm. Bu arab tilidagi hüküm, Uyg'ur tilidagi hüküm shu. Ya'ni bir narsaninki hukmi, namozning hukmi, ro'zning hukmi, zakatning hukmi deganga o'xshagan. Istilohiy jihatda hukm degan qanday narsa hukm bo'ldi? Usul fiqhida desa, hukm deganimiz shariatninki, musulmonlar ichidagi mukallaf, ya'ni shariatning hukmlari bilan taklif qilinadigan, shartlarga to'shgan, balog'atga yetgan, sarang emas, mundaq kishilarninki ish harakatlarga aloqador bo'lgan hükümlerini gösterdi. O hüküm meyli talep olsun. O talep meyli kılan degan talep olsun yoki qilman degan talep olsun. Yoki ixtiyoriy qo'yilgan ish olsun, mubah o'xshash yoki ma'lum bir belgileme olsun. Bularning hammasini bo'ldi hukm bo'ladi. Masalan aytsak, namoz o'qish farz. Bu bir hukm. Shundoq o. Aroq ichish harom, bu bir hukm. Ikkilisi talab, birisi qiling, birisi qilmang. Ondan boshqa suv ichish, o'ltirish, qo'pish, bu ixtiyor qo'yilgan ish, mubah. Ondan boshqa ba'zi bir belgilar qo'yilgan. Yoki bir cheklamalar bor. Bu shu ish cheklamalar tepilsa, hukmi bilan tepiladigan, tepilmasa tepilmaydigan. Masalan, kun egilsa tushda, peshin namozi qanday bo'ldi? Farz bo'ldi. Kun egilmasa, peshin namozning bo'yi farz olmaydi. Bu bir shart deymiz, kunning egilishi peshinning farz bo'lishiga. Yoki bir cheklamalar. Masalan, bir boyning bolasi niyati buzilib, dadasini o'ltirsa, bu bolaga qana qilmaydi, miros berilmaydi. Nima uchun? O qotilga qana qilmaydi, miros berilmaydi. Bu cheklamani kim qo'ygan? Alloh qo'ygan. Demak, bu buyruq yoki cheklama bo'lmasa bu bir belgileme. Cheklamadan iborat bir belgileme. Bularning hammasini bo'ldi hukm bo'ladi. Ma kitobning ichiga kirgan vaqtda texnik tushunishlar, hozir biroz tushunishsizlik bilingan bo'lishi mumkin. Unda o'zi biz kitobimizni qaraylik. Al-ahkam hukmlar. Al-ahkam jam'u hukm deydi. Ahkam hukmning ko'pligi. U lug'at jihatda qado, ya'ni hukm degan gap, istilohiy jihatda maqtadahu xitobu shar' al-mutaalliq بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. دقتا شريعتنكي خطابنكي تقضى قilgan narsa. Shariatning xitob degan qaysi shariatning xitob degan bo'lgan maqsad Qur'on hadis. Ya'ni Qur'on hadisning xitobi taqazzo qilgan narsa. Nimaga aloqador? Al-mutaalliq bi af'alil mukallifin deydi. Mukallaf kishilarninki piyliq aloqador bo'lgan. Mukallaf kishilarning piyliq aloqador bo'lgan. Va mukallaf degan gap kim mukallaf bo'ladi? Birinchidan balog'atga yetgan, ikkinchisidan aqli hushi joyida, sarang emas. Bunda qadamda bo'ldi, mukallaf bo'ldi. Mushundaq kishilarninki ish harakatiga, bu ish harakat meli so'z olsun yoki amaliy ish harakat olsun, mushundaq mukallafninki piyliga aloqador bo'lgan shariatning xitobining taqazzo qilgan narsa hüküm bo'ladi. Diqqat qayta. Shariatninki mukallaflarning piylig'i aloqador bo'lgan xitobining taqazzosi hüküm bo'ladi. Min talabin aw takhirin aw wada. O shariatning xitobining taqazzosi talab bo'lsin. Talab bo'lsin. Talab degandan bo'lgan maqsad namoz o'qi deganga o'xshagan. Yoki o talab qilmaslikni talab qilish olsun. Masalan, va la taqrabuz zina deganga o'xshagan. Buning ichiga farz va ya'ni farz yoki muharram, harom kirib ketadi. Shundaqla nima kirib ketadi?
mustahab va makruh mujob kirib ketadi. 4 dan hukm o'sha talabning ichiga kirib ketadi. Taxir bu baxqa o'xshash. Demak, mana ikkisida 5 dan hukm chiqadi. Aw vada va bir belgilama. Belgilama nima? Biz uni tuanda so'zlaymiz. Demak, hukm deganimiz shariatning xitobininki talab, taxir va vad'idan iborat, ya'ni bir belgildan iborat mukallaflarning fe'liga aloqador bo'lgan shariatning xitobining taqozo qilgan narsasi. Endi al-murad bi qawlina xitobu shar' al-kitob va sunnah. Xitobu shar'dan bo'lgan maqsad kitob va sunnat maqsad. Al-mutaalliq bi af'al mukallifin degan bu so'zdan bo'lgan maqsad mukalliflarningki, ya'ni mukallaf kishilarningki, mukallaf deganimiz shariatning hukmlari taklif qilinadigan, ya'ni shariatning hukmlari ularning ustiga tushadigan, shariatning hukmlaridan mas'ul tutiladigan kishilar demakchi. Bundaq kishilarningki amallariga aloqador bo'lgan. Mayli u amal so'z olsun, fe'l olsun, ijodan yoki qilish olsun, amtarkan yoki tashlash olsun. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Ya'ni mukallaflarningki fe'lga aloqador bo'lgan degan bo'lgan bu gap bilan e'tiqodga aloqador bo'lgan narsalar chiqib ketadi. Hukm e'tiqodga aloqador narsaga aloqador bo'lmaydi istilohiy jihatdan. Shuning uchun fala yusamma hukman. Asli chiqdi, hatto asli chiqdi. Fala yusamma hukman bizal istilah deydi. Shunga bu istilahda hukm deb atalmaydi. Ya'ni e'tiqodga aloqador bo'lgan hukmlar, ya'ni hukm deb atalmaydi. Masalan, tavhid shunday-ku. Istilahda hukm deb atalmaydi, ammo umumiy ma'noda hukm deb ataladi. Wal murad bi qawlina al mukallifin, mukallifin degan so'zimizdan bo'lgan murad ma min sha'nihim at-taklif, allazi min sha'nihim taklif degan gap, ya'ni ularning ahvoli taklif bo'lgan. Unda taklif bo'lgan bo'lsa kimni o'z ichiga olmaydi? Kichik bolani o'z ichiga olmaydi, sarangni o'z ichiga olmaydi. Ya'ni taklif bo'lgan kishi aql o'sha joyida balog'at ketgan kishilarni ko'rsatadi. Min talabin degan so'zdan bo'lgan maqsad amr va nahiyni ko'rsatadi. Ya'ni buyruq yoki cheklama. Mayli o cheklama yoki buyruq ala sabilil ilzam, keskinlik yo'liga asosan bo'lsin. Ya'ni chuqum qil deganga o'xshagan yoki chuqum qilma deganga o'xshagan, avul afdaliyya yoki fazilatli yo'liga asosan bo'lsin. Ya'ni qilsangiz yaxshi yoki qilmasangiz yaxshi deganga o'xshagan. Demak, min talab degan bu so'zdan 4 dona hukm chiqib ketadi. Buning ostiga 4 dona hukmchi kirib ketadi. Ya'ni farz, harom, mustahab, makruh. Taxir degan so'zimizdan bo'lgan murad mubahni ko'rsatadi. Masalan, o'ltirish, qo'posh deganga o'xshagan. Wal murad bi qawlina aw wad'. Wad'i degan so'zimizdan bo'lgan murad sahih, fasid va shuningga o'xshagan shari', ya'ni Alloh taolo ya payg'ambarimiz qo'ygan alomatlar yoki ijro qilish alomatlar va ijro qilish yoki amaldan qoldirish sifatlarini ko'rsatadi. Diqqat, sahih degan nima, fasid degan nima, uni biz tuanda so'zlaymiz. Demak, biz bu nuqtadan qaragan vaqtimizda ana ta'rifga bir qaraylik. Hukm degan nima ekan? Maqtadahu xitobish shar' al-mutaalliq bi af'al mukallifin min talab aw takhir aw wad'. Hukm deganimiz shariatning, ya'ni Qur'on va hadisning mukalliflarning, ya'ni musulmonlarning shariatning hukmlari taklif qilinadigan mukalliflarning fe'liga aloqador bo'lgan, mayli aloqador bo'lgan ish talab bo'lsin yoki taxir bo'lsin yoki vad'i bo'lsin, mukallaflarning fe'liga aloqador bo'lgan shariatning xitobining taqozzosini bo'ldi, hukm bo'ladi. Demak, hukm cho'ng jihatni ikki turga ayirib olamiz. Qaysi desanglar, masalan, mukallaflarning fe'liga aloqador bo'lgan narsalarning qatoridan qaysisi? Talab, taxir. Talab, taxir bir tur bo'ladi. Masalan, vad'icho ikkinchi tur bo'ladi. Masalan, mukallaflarning fe'liga aloqador bo'lgan talab yoki taxirdan desak, mukallaflarning fe'liga aloqador bo'lgan talab, farz, harom, mustahab, makruh va mubah. 5 hukm chiqadi. Ikkinchisi vad'i. Nima? Belgilemeler. Belgilemeler qaysi? Biz buni tuanda so'zlaymiz. Mushu nuqtadan hukm qancha turga bo'linadi? 2 turga bo'linadi. Deydi, aqsamul ahkamish shar'iyya, shariatning hukmlarining qismlari tanqasimul ahkamish shar'iyya ila qismayn. Shariatning hukmlarining qismlari 2 qismga bo'linadi. Birinchisi taklifiy, ikkinchisi vad'i. Taklifiy va vad'i. Taklifiy degan nima?
Vada'i degani nima desa, taklifiy deganimiz 5 turlik bo'ladi. Ya'ni 5 turlik hukm, taklifiy hukm bo'ladi. U qaysi? Vacib, ya'ni farz. Bu yerda vacib degan maqsad farz. Bu kitobda vacib deb kelsa, farz deb tushunsangiz bo'ldi. Vacib, ya'ni farz, mandub, ya'ni mustahab, muharram, ya'ni haram, makruh, mubah. Mushu 5 hukm nima bo'ladi? Ahkamut taklifiyya. Ya'ni musulmonlarning taklif qilinadigan, ya'ni mas'ul qilinadigan 5 tane hüküm ko'rsatadi. Bu ahkamı taklifiye deb ataladi. İkincisi nima vad'iyya. Biz onun o'tashni ilgari tuandagi ahkamı taklifiyalarni bir tunishib chiqaylik. Birinchisi vacib. Farz deb tushuninglar. Farz degan nima desa, lug'at jihatda vacib saqit lozim. Lozim bo'lgan degan ma'noda istilohiy jihatda istiloh ma'nosi farzni ko'rsatadi. Ma amara bihi shari' ala vajhil ilzam kasratul khams. Şari, yani Allah yoki payg'ambarimiz ala vajhil ilzam, keskinlik yo'liga asosan buyurgan ishlar. Nimaga o'xshash? 5 vaqt namozga o'xshash. Ma amara bihi shari' degan so'zimiz bilan, ya'ni shariat buyurgan narsalar degan bu so'zimiz bilan nima chiqib ketdi? Harom chiqib ketdi, makruh chiqib ketdi, mubah chiqib ketdi. Chunki Alloh buyurgan ish emas shunday, harom, makruh, mubah degan. Ala vajhil ilzam degan gapimizdan nima chiqib ketdi? Mandub chiqib ketdi. Bunun hukmi nima bo'ldi vacibdan desa? Al-vacib, ya'ni vacib, uning hukmi yusabu fa'iluhu imtithalan va yastahiqu al-iqab tarikahu. Va yastahiqu al-iqab tarikuhu. Vacibning, ya'ni farzning hukmi uning qilg'uvchisi savob beriladi. Imtithalan, uni imtisalan qilg'uvchi, ya'ni Allohning buyrug'ini ijro qilib qilg'uvchi savob beriladi. Uni Allohning buyrug'ini ijro qilib qilg'uvchiga savob beriladi. Imtisalan degan imtisalan li amrillah, ya'ni Allohning buyrug'ini ijro qilib qilg'uvchi qana qilindi savob beriladi. Bir odam vojibni qildi, lekin Allohning buyrug'ini ijro qilmadi. O'zi uni o'ylamay yoki Allohning savobiga umid qilmay qildi. Bunda qilsa-chi savob berilmaydi. Shunga imtisalan muhim. Allohning buyrug'ini ijro qilib qilg'uvchi qana qildi savob beriladi. Va yastahiqul iqab. Uni tark etguchi azobga loyiq bo'ladi. Va yusamma, bu vojib deb ataladi, farz deb ataladi, farida deb ataladi, hatm deb ataladi, lozim deb ataladi. Demak, vojibning ismlari. İnsanlarda bo'lsin biz fiqh darsimizda farz bilan vojibni ayrim tunishtirgan. Bu bizning Hanifi mazhabida ayrim. Ammo jumhurlarninki 3 mazhabda farz bilan vojib bir. Ammo biz ayrıymiz. Şu an maktabda vacib deb aladi. Vacib deb degandan bo'lgan maqsad farzni ko'rsatadi. İkincisi hukm taklifininki mandub. Mandub degan nima desanglar, mad'u. Asli chaqadi degan gap bu. Mandub degan chaqirilgan, ya'ni mad'u, chaqirilgan degan gap. İstilohiy ma'nosi ma amara bihi shari' la ala vajhil ilzam karrawatib. Shari, ya'ni Alloh yoki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buyurgan ish la ala vajhil ilzam. Keskinlik yo'liga asosan emas. Buyurdi, lekin keskin qilinglar deb buyurmadi. Nimalarga o'xshash? Ravotiblarga, ya'ni namozning sunnatlariga o'xshash. Ma amara bihi shara degan so'zimiz bilan harom chiqib ketadi, makruh chiqib ketadi, mubah chiqib ketadi. La ala vajhil ilzam degan so'zimiz bilan vojib, ya'ni farz chiqib ketadi. Unda mandubning hukmi nima? Yusabu fa'iluhu imtithalan. Allohning buyrug'ini ijro qilib qilg'uvchiga savob beriladi. Tarik etguchi, qilmag'uchi jazolanmaydi. Bu mandub, sunnat, masnun, mustahab va nafl deb ataladi. Uchinchisi harom. Muharram degan lug'at jihatdan mamnu degan gap, cheklangan degan gap. Istilohiy jihatda ma nuhiya anhu, ma naha ama aslida xato qo'yilib qoldi. Maktabning hammasining yozda shunda ortiqkan. Ma naha anhu shari' ala vajhi al-ilzam bit-tark uququl validayn. Shar, ya'ni Alloh va uning payg'ambari keskinlik yo'liga asosan tashlash bilan cheklagan narsa. Uningdan cheklagan narsa. Keskinlik yo'liga asosan bit-tark, tashlash bilan. Ya'ni yoki tashlashqa. Ka uququl validayn, ota-onaga osilik qilishga o'xshash. Ma naha anhu shari degan so'zimiz bilan vojib chiqib ketdi, mandub chiqib ketdi, mubah chiqib ketdi. Chunki vojibga, mandubga, mubahga Alloh taolo qanaqa qilmaydi? Cheklamaydi. Ala vajhil ilzam bittark bilan makruh chiqib ketdi. Chunki makruhni Alloh taolo cheklaydi, lekin vajhil ilzam emas, keskinlik yo'liga asosan emas.
Muharram, endi uning hukmi qanday bo'ldi desa, yusabu tarikuhu imtisalan. Allah tusabtu, Allah cheklabdi deb uni tark etguchi savob beriladi. Ya'ni Allohning buyrug'ini ijro qilib tark etguchi savob beriladi. Uni qilguvchisi jazoga loyiq bo'ladi. Bu mahzur, mamnu debchi ataladi. To'rtinchisi hukm taklifininki makruh. Makruh degan nima? Lug'at jihatda mubghad, ya'ni yomon ko'riladigan ish degan gap. Istilohiy jihatda ma'naha anhu shari' la ala wajhi al-ilzam bit-tark. Shari' uningdan cheklagan narsa tashlashga keskinlik yo'li bilan emas. Xuddi sol qo'l bilan elish va sol qo'l bilan berishga o'xshash. Sol qo'lda choy ichish, sol qo'lda tomoq yeyish, bu nima? Makruh. Ma'naha anhu shari'atdan vojib, mandub, mubah chiqib ketdi. La ala wajhi al-ilzam bit-tarkdan harom chiqib ketdi. Unda bo'lsa makruhning hukmi nima? Uning hukmi yusabu tarikuhu imtisalan. Allah cheklabdi deb tashlag'uvchi savob beriladi, qilg'uvchisi jazolanmaydi. Beshinchisi hukmi taklifiniki mubah. Mubah degan nima desa, asli mubah abahadan chiqqan. Abaha degan gap bir maxfiyatchilikni oshkorladi degan gap. Ya'ni mubah bo'lsa oshkorlangan, mu'lan oshkorlangan va ruxsat qildi degan ma'nosi bor. Mubah bo'lsa ma'zunun fi, uningda ruxsat qilingan ish degan gap. Bu ikkinchi ma'nosi istilohiy ma'nosiga yaqin keladi. Istilohiy jihatdan degan gap mubah desa, ma la yata'allaqu bihi amrun va la nahyun li zatihi. Onunga buyruq yoki cheklima uning zatida, o'zida aloqador bo'lmagan ishlar. Ya'ni uni ishning o'zida ya buyurilmagan ya cheklanmagan. Xuddi Ramazonning kechlari tomoq yeyishga o'xshash. Ramazonning kechasi tomoq yeyish ya buyurilmagan ya cheklanmagan. Shunga biz uni nima deymiz? Mubah deymiz. Bu yerda lizatihi deb qaranglar. Uning o'zida degan gap. Mubah deganimiz, masalan, Ramazonning kechasida tomoq yeyishning o'zida mubah. O'zida mubah. Lizatihi deganimiz, ammo bir odam Ramazonning kechasida qusq ichib o'lib qolib qolibdi. Shunda turib tomoq yemabdi. Shundaqo. Yoki suhurlik yetgan bir shoyida borken, bunda holatda buningga masalan o'lib qolgan bo'lsa, tomoq yeyishni bo'ldi, jannat qutilish uchun vojib bo'ladi. Demak, bir narsaga sabab bo'lib qolsa, mubahmi nima o'zgaraydi? Shu sabab bo'lgan narsa nima bo'lsa, shuni o'zgaraydi. Ammo u narsa asli zotida nima edi? Mubahdi. Demak, mubah ish haromga vosita bo'lib qolsa, harom bo'ladi, farzga vosita bo'lib qolsa, farz bo'ladi, makruhga vosita bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Ammo o'z zotida aslida nima? Mubah. Shunga mubahni tushunirgan vaqtida uning o'z zotida nahiy yoki amrga aloqador bo'lmagan ishlar. Vositalik bo'lib qolsa-mu, u yana mubahlikni, aslidagi mubahlikni qanaqa qilmay yo'qotmaydi. Vosita sabablik hukmi o'zgaraydi, lekin aslisi nima? Mubah. Shunga o'z zotida cheklama yoki buyruq qanaqa qilmagan aloqador bo'lmagan narsa. Masalan, Ramazonning kechasi tomoq yeyish mubah desam, uni suhurlik yeyish mustahab-ku deyishinglar mumkin. Ramazon bo'lganlik uchun nima bo'ldi? Mustahab. Agar uni oldida yoki Ramazon kechalarida yeyish-chu mubah. Bir ishga vosita bo'lib qolsa, vositaning hukmi qarab o'zgaraydi. Ammo suhurlik yeyish vosita bo'lib qolishi uchun o'zi mustaqil bir mustahab, ba'zi mubah deydiganlar bor. Fa kharaja bi qawlina ma la yata'allaqu bihi amrun. Onunğa bir buyruq aloqador bo'lmagan degan gap vojib, mandub chiqib ketdi o'sha gapdan. Ya'ni vojib emas, mandub emas demakchi. Wala nahyun degan so'zimizdan harom bilan makruh chiqib ketdi. Chiqib ketdi degan gap, ya'ni harom emas, makruh emas demakchi. Lizatihi degan so'zimiz bilan chiqib ketdi. Ma law ta'allaqa bihi amrun likawnihi wasilatan lima'murin bihi aw nahy. Likawnihi wasilatan manhiyun anhu فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو نهي. من bayat degan gap shu, ha. Lizati degan so'zimiz bilan chiqib ketdi. Allazi law ta'allaqa, madika ma ism mavsul. Agar navoda aloqador bo'lsa, uningga, ya'ni u mubahqa bir buyruq nima bo'lsa, aloqador bo'lsa. Qanday aloqador bo'lib qolsa, likawnihi wasilatan li ma'murin bihi. Buyurilgan ishga vosita bo'lganligi uchun. Yoki aloqador bo'lib qolsa, uningga nahy, ya'ni cheklangan ishimiz aloqador bo'lib qolsa, uningki cheklangan ishga vosita bo'lib qolganligi uchun fa inna lahu hukmu. Jazman uning uchun cheklangan ish olsun yoki buyurilgan ish olsun, vosita bo'lgan narsaning hukmi bo'ladi. Masalan, bir top o'ynashni biz mubah deylik. Ammo top o'ynasa namozni qazo qilsa bo'ldi,
harom bo'ladi. Top o'ynashni mubah dedik. Ammo top o'ynab chiniqib badni kuchlanadi ekan. Shundaqmi? Undaqda bu badni kuchlantirish nima? Bir musulmonga nisbatan vojib yoki bir fazilatli ish bu. Unda bo'lib qolsa, uni vasvoqalik uchun bo'ldi, uning hukmi o'zgaradi. Demak, qaranglar, ma kana fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw nahyun. U mubah uchun buyurilgan yoki cheklangan narsalardan vasita bo'lgan narsaning hukmi bo'ladi. Ya'ni mayli yoki buyurilgan narsa olsun yoki cheklangan ish olsun, nimaga vasita bo'lgan bo'lsa, bu mubah ish, mubahning hukmi shunga o'zgaradi. Wa la yukhrijuhu zalik an kawnihi mubahan fil asli. O shu uningki aslida mubah ekanligidan chiqarib o'tmaydi. Vasita bo'lganlik uchun uning hukmi o'zgardi. Shundaqmi? Ammo uning asli mubah ekanligidan chiqarib o'tmaydi. Masalan, kompyuter ishlatishni mubah. Ammo kompyuter bo'lmasa dars o'qilmaydigan bo'lib qolsak, vojib bo'ladi masalan. Shunga o'xshagan ishlar. Wal mubah madama ala wasf al ibaha. Mubah ibahatlik sifatidan bo'ldi ekan. Ya'ni u bir narsaga vasita bo'lib qolmasa, ya harom ishqa yoki farz ishqa vasita bo'lib qolmasa ham fa innahu la yatarattabu alayhi thawabun va la iqab. Uningga hech qanday savob yoki jazo ergishib kelmaydi. La yatarattab degan gap natija vermaydi, uningga ergishib kelmaydi. Mubah halol, joiz demoqchi atiradi. Demak, halol desimi o'xshash, mubah desimi o'xshash, joiz desimi o'xshash. Endi hukmning ikkinchi qismi vad'iyya. Vad'iyya hukm degan nima? Biz buni klerk sa'lik darsimizda o'qiymiz. Unda bo'lsa, saboqdoshlar, biz klerk sa'lik darsimizga ko'rishaylik. Assalomu alaykum.